Londondaman hozir. Londonni Eminni mana shu Tower Bridge, ya'ni ochiladigan London Bridge oldidagi joydaman. Hozir men Fransiyaga ketmoqchiman. Mana bitta qizilida borib olaman poyezdgacha. Keyin poyezdda ketdim Rossiyaga. Mana Eminni suvlarni tagidan borar ekanda. Keyin bundoq kelib mana Parij. Mana shu taksiga mana shu ketayotgan mashina taksi. Negadir bu to'xtamadi, to'xtash kerak edi o'zi. St. Pancras International. Mana shu yerdan hozir men Fransiyaga tiket olib, ya'ni bilet olib ketaman. Mashinadan sotib olinadigan o'rtoqlar mana ko'ryapsizlar. Xo'p. Buy ticket qilamiz, sotib olamiz. Давайте mashina olamiz. 218 pound bo'lyapti. Qanchaga qilamiz? Okay, informatsiya bu yoqda to'ldiriladi. Narxi 218 pound ekan. Mana shu yerda olsa bo'ladi. Agar bu odamdan olsangiz 12 pound qimmatroq bo'lar ekan. Bu yoqdan kirib ketiladi. Hamki yozib qo'ygan Bryussel 10-platformada, hozir Parijga hali yozmagan boarding. Odamlar mana shuni kutib o'tirar ekan ichkarida-da. Keyin o'zi boarding, ya'ni chiqish boshlanganda tabloda ko'rsatar ekan. Mana Bryusselga ketyapti deb gapiryapti-da, gapiryapti. Hatta Parijga ketadiganlar 1dan 31 minut o'tganda hali chiqish boshlanmagan. Mana shunaqa turar ekan odamlar. Tashqaridan ko'rinishi. Mana Eurostarlar mana shunaqa yurar ekan. Chamadonlar turadi. Chamadonlar turadi. O'tsa bo'ladi. Bu yoqda hojatxonamiz. Chamadonlar turadi. Odamlar o'tirishibdi. Bu ko'chani tezligi. Вообще survatdilar ham. Bitta narsaga ish qo'z bo'ldim. Mana bu ochilar ekanda, ochilib kompyuterga to'g'ri bo'lar ekan. Hamma yukini olib tushib ketyapti. Hamma tayyor. Odam tushayotganiga e'tibor beramiz. Tushayotganda step-step tushayotganda yiqilib tushish kerak emas, orasi bor. Xo'p, men hozir Eurostardan chiqdim. Eurostardan chiqqandan keyin bitta metroga tushib ketsa bo'lar ekan. Metroga o'tirib Eiffel Towerga boraman. Xo'p, mana Fransiyani metrosi, Fransiya metrosi. Bu ham ikki etajli metro ekan. Fransiyani metrosi. Fransiya metro. 5 dan 49 minut o'tdi, 18-mart. Mana bu yoqqa kelgunimgacha где-то 5 soat ketdi Londondan bu yoqqa kelguncha. Ya'ni buni ichida metro, balobatlar hammasini hisoblaganda shunaqa vaqt ketdi.